Mana taksisi ham ketdi janosim. Bu mol kimdan? Mayli aytgancha. Hammaga salom. Sizlar bilan men Friend Gamer bo'laman. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Obunasizlar albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasa mana qayerda video chiqdi. Qaramasam videoni boshlaymiz obunachlar. Qaramasam ketdi. Va nihoyat yoshligim o'tgan qishloqda yetib keldim. Voh, mamnoqchi uylarni ko'ryapsizlar, mo'minlar. Aga bu qabila mana bu qishloq, ya'ni bu qishloqqa qo'y boqishadi, sigir sog'ishadi. Mana kabuchi, voh, mana bu uyda qabila basseyn qabila. Yoshligimga bunaqa uylar yo'q edi. Mayli gapni ko'paytirmaymiz. Kabuchi ovqatlanmadi. Mazza. Men bitta solib qo'yaman. Men o'zimga uy tanlashim kerak. Okey, hozir men do'stimning oldida bo'laman. Do'stimning uyi qayerda edi? Wow. Menimcha bu yerda do'stim yashardi. Mana. Do'stim taqtaq. O'shandagi mana do'stimiz keldi. Nima gaplashib o'tiribsizlarmi? Qandaysan? Zo'r. Isming nima edi sani? Alakbar yaxshimisa? Isming nima edi? Sen isming Vrentchida. Unutib qo'ydingmi? Ikkalaringiz o'xshab ketasizlar. Qabachi menga uy kerak. Dada yashagan uyni olib. Tashlandiq emasmi nabodo? Bilmadim, uyga uyni olma. Nega? Uyni hayotga olma. Tashlandiq tushunarli. Hozir mevni oldida babay gaplashamiz. Tushunibsizmi? Tashlandiq uy, lekin men voy chiqsin. Sal qoldi. Meni bu qishloqdan haydab olshardi. Bezovini, mevni uy emas. Mana taq hokim mev kirishga mumkinmi? Taq. Kiraver. Keldingmi mana qo'yib? Keldim. Shu tanladingmi? Tanladim. Mana bu uy qanchadan? To'g'ridagi, yonboshdagimi? Shu uy. Короче, u $8. Nima jinobsan? Ana uychi. Uy Qimmat. Qani manisam. Reder yashagan $8,000. Nima? Aqldan olish mumkin. Ahol juda qimmat-ku. Ayni youtuberlar yashaganni. Tushunibsan? Men uyni olishga tayyorman. Nima? Mayli bera qol. Mana menga pul ko'p. Mana mebellar ham jinobsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Berdim. Rahmat senga. Agavot ham sotib olmaysanmi? Agavot o'zimniki bor mana. Rahmat. Arzimaydi. Xo'p, bo'ldi endi o'zimga instrumentlar bermaysizmi? Albatta. Qol bilan menda senga qishloq hayotida sovg'alar. Rahmat katta. Janoblar ham yaxshisizki. Ajoyib. Uyni qaranglar. Uyni shatarasi chiqib ketgan. Mana bitta shunisi mana bu yerda ham yo'q. Ajoyib. Hozir bu endi nima desam, necha yil oldin bobommi, dadammi kimdir yashaganda shu uyga endi. Lekin eslolmayman, yoshlik paytim bu qishloq yaxshi edi. Hozir zombilarni qidirishim kerak. Sen nega bu yerga o'tirsan? Chiq bu yerga. To'xtab tur, bu yerda zombilar bor. Qanaqa zombi tushunsin? Mayli eshikni yumsin. Mana ochish qiyin bo'ldi. La'nat mana. Uyni bo'ldi. Bu uyni hozir ta'mirlab taylaymiz albatta. Videoga like bosib qo'yinglar. Hozir men shaxtaga chiqib, keyin mana qichin daraxtlar bo'laman. Okey. Yaxshi. Daraxtlarni chopishni davom etamiz. Yana qayerda? Okey. Mana bu yerda bor. Daraxtlar birinchi o'rinda. O'zim keyin tuzatib olaman bular. Qarg'ish ketgan uy deyishadi. Uni bilmadim endi. Tashlandiq uy deyishadi. Ana uyni sotib olmoqchi edim. Youtuberlar yashagan ekanda. Matsam qimmatda kabuchi. Yaxshi. Yetib qolsa kerak. Endi tosh
tosh olamiz. Mana bu yerdan olsak bo'ladi. Ko'mir ham olamiz albatta. Bizga kerak bo'ladi. Okey, friend siladi yozib qo'yinglar. Okey. Okey. Yaxshi, videoga like bosib qo'yinglar, obunachilar. Buncha mehnat qilaman axir. Okey. Ablaniyatni qolamiz. Okey, mana shundan bu yerda tosh ko'p ekan. Oldingi shahardan ham ko'p. Bu yer ancha sovuq, salqin ekan. Shaharda endi uylar ko'p bo'ladi. Bu yerda endi nima deysizlar, obunachilar? Mayli, xo'p. Okey, nima qilamiz endi biz? Mana bularni olib tashlaymiz. Yaxshi. Yo'q. Jinobsin devazalarni keyin qilamiz. Okey, mandoqchalardan qo'ysak. Hop. Yaxshi, obunachilar bilan videoga like bosib qo'yinglar. Eshikni ham yo'q. Eshik boshqa yo'q. Eshik turadi, yaxshi ekan. Mayli. Sen qachon ketasan? Men shu yerda o'tiraman. Axir bu meniki, yaramas. Shuni obunachilar. Senga hol ko'rsatib qo'yaman. Balon qila olmaysan, sen golem. Qanaqa shuni yo'qotish kerak. Ajab, bo'pti, o'zingdan hamma videolarimga xalaqit qilib, shu golemlar ayniqsa yo'maydi shu. Короче, obunachilar, mayli, hech yo'q. Telefon nimaga qotyapti? Mayli, hech qisi yo'q. Sizlar like bosib qo'ysanglar, hech nima qilmaydi. Shuni kuzatishimiz kerak ekan. Mayli, hech qisi yo'q, jinobson. Yaxshi tushdim. Okey, manaki. Yaxshi, buni ko'rib hayron qoladi, lekin beka bo'lyapmanmi? Oxiratcha taslim bo'lish yo'q. Okey, yaxshi. Mana bu Tom, keyin Tomga o'tamiz. Jinobson, sen kimsan? Meni do'stlarimni o'ldirgansan. Do'stlaringni o'zi aybdor. Kel, mana senga Jinobson bu bezoblarni. Do'stlarimni ko'rsatib qo'yaman, o'zi golemlar yo'q bo'lishi. Unda kim ham qutqarardi qishloqni? Menda o'sha Jinobson yaramaslar. Mayli, hech qisi yo'q. Obunachilar, bu golemlar frosta qitmadi. Mayli, oynalar keragi yo'q. Jinobson lekin tashlandiq uy ekan. Mayli, hech narsa qilmaydi, yomonlik o'zimni ko'rsatibman. Mayli, lekin buni yaxshi ham men o'ylayapman. Axir bobomdan qolgan bo'lishi mumkin. Mayli, internetda bu g'ishtlarni olib, bloklarni olish juda qiyin. Yaxshi, endi Tomga o'tsak. Tom bunday turami bu? Yaxshi, uyni yaxshi olyapti. Remont qilyapman. Lekin mana bularni buzib tashlaymiz. Kerak yo'q. Yaxshi, mana kerak emas. Hammasini buzib tashlaymiz. Jinobsonlarni buzib tashlashgan. Baba sotiga uraki bularni. Creeper portladi, ha? Creeper portladi. Beshoraman qoldim, yes. Mana omon qolibdi. Ya'ni nima desam, yaxshi qolibdi, o'lmabdi. Axir hamma ham o'ladi. Mayli, Jinobson yo'llarni to'g'rilash kerak. Bu meni vazifam. Oxirgisi qoldi. Opa, mana. Jinobson buni ham erimasdan qilib qo'ydim. Bo'ldi, endi Tom yaxshi. Вообще, o'zimizga Tom yasab olishimiz kerak endi. Mayli, hozir versak yasab olamiz o'zimizga. Xo'p, mana bu yerda qo'yamiz. Okey. U shu yerda turadi. Yo'q, boshqa joyga o'rnatamiz. Mayli, shu yer yaxshi. Endi Tomdan boshlaymiz. Okey, mana Tomga. Mana Jinobson. Okey, albatta videoga like bosib qo'yinglar. Axir qovurishdan uyga yashayapmanmi bilmadim, buni qaysi uyga yashayapman. Okey, mana bu yerda Jinobson tushib ketmayman, obunachilar.
Yaxshi. Qo'llab quvvatlasanglar tushibman. La'nat. Janobsan. Okey, men nimani bilan taylab olamiz? Okey. Janobsan, qamushdagi yashayapsanmi? Ovozing chiqdi. Bu qarg'ishdekkina uy emas. Tushunibsan birinchidan. La'nat o'g'nishlar bu qishloqlar. Mayli, qani instrumentlar. Okey. O'sha mayli. Nimadir manimcha ko'zimga ko'ringandek bo'ldi. Mayli pop qilmaymiz. Okey. Okey. Yaxshi. Qanaqa chaqiryaptilarmi hozir buni? Agar u yerda tomini ochganingni ko'rsa, bundalar tushundingmi? Xo'p, jahl qilish shart emas. Tushunibsan meni. Mayli. Kattalarning gapiga kirmaylik. Mana bularni. Okey, mana bularni olib tashlaymiz. Tabi ham pul ketdi. Sizlar like bosmayapsizlar-da. Meni to'g'richilarim yo'q. Meni to'g'richi. Yaxshi so'ygan o'zi shamollab o'tmayman. Yana shamollaymanmi keyin? Tushunibsan, mayli. Olsak. Halakat. O'zgan qolman deyishdi. Endi nima deysizlar? Yaxshi. Shunisi bo'lmagan. Meni o'ldiradi. Mana bular ham olib tashlash kerak. Okey, endi deraza qanaqa olsam? Rahmat, jitil. Obunachilar, mana. O'yinda nazalar. Okey. Opanya, zo'a. Bo'ldi, qolgani meniki. Qolganlar shu qaytarib berganimiz ma'qul, menga kerak emas. Okey, mana buni buzamiz. Menga qo'ygan. Jitil qo'yib qo'ydim. Ha, mayli. Okey. Yaxshi, qo'yib qo'ydik. Babamning narsasini berish kerak bunisiga. O'tchansan mayli. Nima mo'shti endi mebellarni zakaz qilsam bo'ladi. Yaxshi. Hamma narsani mana bu yerda solib qo'yaman. Okey, mana pulni oldim. Endi mebellarni olib kelamiz. Yo, balki ungacha videoni pauza qilib turaman. Mana oxirgi stol. Voy, mana bu yerda turibdi. Va mana bismillahirrohmanirrohim. Ovqatlanmasam endi. Mana ovqatlanib bo'ldim. Shibilli zubakam mana. Mazza qiladi mana. O'zlarini bilan ko'ribsizlar, soat o'zi 10 bo'ldi. Mana televizor ham bor bu yerda. Xaldilnik, ya'ni gaz plit ovqat pishiriladi. Tumishkalar mana polkalar, mana divonlar olib keldim. Mana sandiqlar hammasini. Okey, lekin tomdan qandaydir g'alati narsalar eshitilyapti, lekin aqlisi bo'lmaydi. Mayli, ungacha televizor ko'rib turaman. Okey, yaxshi. Tushunmadim. O'bunishni sizlar eshitdinglarmi? O'chib qo'yadi televizorni. Yo'q, eshitdinglarmi o'bunishni? Nima kelyapti? Jitillarmi? Qishloq tinch. Tomma buni almashtirish esdan chiqdi hozir. Almashtirib qo'ydim. Lekin men tomga qaramadingandi. No mayli.